o'zini ota-onasini uyiga borish uchun bir hafta oldin qaynona-qaynotasini uyida generalniy уборка qilib becharalar. 5 xil ovqatni pishirib, ota-onamlikka borib kelsam maylimi deyshadi. Bular shaxsmi, instrumentmi uydagi? Bu yerda qaynona-qaynotani bunga qilgan zulmim emas. Kelinni o'ziga qilgan zulmi turadi. Men shunaqa qilsamgina meni yuborishadi degan ichkarida ustanovkalar bor. Shuning uchun bunday odamlarda hammasi qiyinchilik bilan yuzaga keladi. Shuning uchun bizga kelganda hamma narsani osonlik bilan qabul qilishni o'rgatishimiz bilan hayotda bo'ladigan vaziyatda ota-onasiga so'ramasdan borishi mumkinligini tushunib qolishadi. Ertalab uxlab qolsa hech narsa bo'lmasligini tushunib qolishadi kelinlar. Irodasi kuchli yoki u kuchsizlik emas, bu borib meni ustanovkam qanaqaligiga qarab. Menda bolalikda biror bir yaxshi narsaga erishishim qay darajada oson yoki yengil bo'lganligiga qarab, meni hayotimda vaziyatlarga o'zim shunday qaraganim uchun menga shunday vaziyatlarni qolganlar to'ldirib berishadi.